Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Men sizlarga yana bir fasonimizni obzor beramiz. Shkafdan boshlasak, shkafi 240 ga, balandligi 210. Ichki ko'rinishlari. Chekkalari PVH, buyog'i kalta kiyimga, 2 qator. O'rtasi polka. Shanalari Davuchi. Bu chekasi uzun kiyimga, do'pparaga. Hop, sparnisiga kelsak, sparnisiga 220 ga 170 matras bo'ladi ichida. Tumbalari ham Davuchi. Materiallari ham tomoshniysida bo'lgan. Oldida tapchalari bor. Bunga ancha narsa sig'adi, kiyimlar solib qo'yilaveradi. Hop, trimosi 135 ga 180. Mana ko'rinadi. G'aladonlari Davuchi. Ichlarida polkalari bor. Siltinlilari 3 xil 3 yonaveradi. Oq, sariq, limon yonadi. Taylari ham o'zi laminatidan, dispidan emas, chekkalari 100% PVH kromkada bo'lgan. Kimga shunaqa mebellar kerak bo'lsa, pastdan nomerlar aloqaga chiqaverasizlar. Menga rahmat. Charchamanglar.